Assalomu alaykum hammaga. Taklif bor, talab bor, video obzor ham bor. Bu video Samarqandlik, Toshkentlik hoji akalarimiz uchun maxsus video. Aytishganda mana video obzor ham tayyor bo'ldi mana. Bugun vaqtimiz bo'lgan ekan, tayyorlayapmiz xudo xolasa. Mashpandikka mana shunaqa 3 yilliklardan 400 ta atrofida bor olib kiryapmiz. Sara-saralarini. Xo'p. Tagidagi koni 15 kg 20 kg atrofida chiqadi. Paqirga ham sig'maydi, chelakka ham sig'maydi. Shuning uchun konlaganmiz, ro'mollarga, belbog'larga baylaganmiz. Hujjatlarda holati zo'r, 1,5 metr sochingizni tolasidan bargini shoqi ko'p bo'lardi. Ko'ryapsizlarmi holatini? Ekasi keyingiliga 10 kilodan hosil olasiz обязательно. Hujjatlar o'ta ham chiroyli, hammasi konlangan, bexato ko'hlaydi. Amal oladi. Bu limonlarda faqat bahorda ekib bo'lmaydi, katta hujjatlar bilasizlar. Qish tekilsa stressga tushmaydi, amalab ketishi yaxshi bo'ladi. Bu 3 yilliklar narxi 5000 so'mdan O'zbekistonda faqat Buxoro, Xorazm, Toshkent, Samarqand, Jizzax, Vodiy bo'ylab chiqaramiz. Qo'shni respublikalarga, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiyaga chiqarishimiz mumkin. Asosan Toshkent, Samarqand, Xorazmga chiqaramiz hujjatlarni ko'proq. Ko'rib turibsizlar hujjatlarning holatini ideal. Toshkentlik, Xorazmlik akalarimiz so'rashganda mana akalar ko'ryapsizlar hujjat holatini. Bu tomonda esa 4 yilliklarimiz ham elta atrofida bor. 2,5 metrlik panligimizga tegib qolay deyapti. Bo'yi 2 metr. Bu olmaxonni sochidan ham ko'p buni shoqi. Ko'ryapsizlar-ku hujjat holatini. Tagidagi koni 25 kg atrofida chiqadi. Zo'rg'a olib kelyapmiz ulardan ham. Undan va 40 tami 50 atrofida bor. 4 yilliklar bular. Hammasi qayta ekin bo'lgan. Keyingiliga 30 kg hosil olasizlar. Narxi 70 ming so'mdan 40 atrofida bor. Ekaman deganlar aloqaga chiqasizlar. Faqat maslahatlaringni qilib olib keyin telefon qilinglar iltimos. Maslahat go'ylar telefon qilmasin. Hujjatlarni tushuntiryapmiz batafsil videoda, obzorda. Sorti mir navli hujjatlar, limonlar hammasi. Shu bozorda 130 ming, 140 mingga chiqyapti yozgi kunlarda shu mevasi. Mana 3 yilliklar bu yoqda, 400 atrofida bor, bu tomonda 4 yilliklar. Bu videoni YouTube'ga bugun xudo xolasa joylayman. Samarqandlik, Toshkentlik hoji akalarimiz uchun maxsus videoda bu. Hujjatlar nima deyapti? Holatini qarang, shaklini qarang, shamoyini qarang. Yer sharida ham yo'q buna limonlar. Maqtab qo'yay ozgina men ham, bo'rtirib o'raya. Salomat bo'lasizlar. Maslahatlaringni qilib telefon qilinglar.